Assalomu alaykum do'stlar, Elnur Alimov kanaliga xush kelibsiz. Bu kanalda sizlarga har doim tekin va bepul YouTube haqida darsliklar berib o'taman. Birinchi darsimiz bugungi Amerika YouTube'ini qanaqasiga ochamiz, mana shu O'zbekistondan turib va uni qanaqasiga sozlab chiqamiz. Shu haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Avvalambor YouTube kanal ochish uchun bizga kerak bo'ladi bu Gmail pochta. Gmail pochtani hammanglar bilasizlar. O'zingizlarning telefoninglardagi Google pochta. Agar Google pochtalar yo'q bo'ladigan bo'lsa, demak siz Google pochta ochishingiz kerak. Google pochtangiz bo'lsa, demak YouTube ichiga kirib sozdать kanal degan knopkasi bor. Ularni ko'rsataman hozir. Google pochtasi yo'q odamlarga avvalambor Google pochtani qanaqa ochish kerak, shuni o'rgataman. Google pochtani ochish uchun bizga shu yerda o'ziga kompyuterdan bo'lsa bo'ladi yoki telefonni o'zidan sozdать Gmail pochta deb yozamiz. Ya'ni Google pochtani yaratish. Shuni hozir shu yerga yozamiz. Так, sozdать почту. Вот, sozdать почтuni bosganimizdan keyin ikkinchisiga kiramiz. Bu yerda вот elektronniy pochta Gmail deb qo'ygan. Shu elektronniy pochta Gmailga bosamiz va shu yerda ko'rsalaringiz sozdать account deb yozib qo'ygan. Ya'ni account ochiladi. Shu account ochiladigan knopkani ustiga bosamiz va bu yerda so'rayapti bizdan. Для личного использования или для работы и бизнеса deyapti. Для личного использования tanlaymiz. Bu shaxsiy o'zingiz uchunmi yoki biznes uchunmi deyapti. Shaxsiy o'zimiz uchun degan knopkani bosamiz va bosganimizdan keyin bizda bu yerda ism sharifingizni yozing deyapti. Bu yerga siz o'zingizni ism sharifingizni yozsangiz bo'ladi yoki bo'lajak kanalingizni ismini yozsangiz bo'ladi. Bu yerga ismingiz yozganingiz ma'qul, chunki siz YouTube kanal ochayotgan paytida YouTube kanali nomini YouTube o'zidan berasiz. Va bu Google pochtangizni unga birlashtirib qo'yasiz. Integratsiya qilib. Shundan hozir bu yerga Google pochta ochamiz. Masalan, ismim Elnur, familiyam Alimov va Daley tugmachasini bosamiz. Daley tugmachasini bosganimizdan keyin bu yerda bizga tug'ilgan kuningizni yozing deyapti. Masalan, 5 yanvar va 2000-yil deymizda. O'zingiz tug'ilgan yilingizni yozasiz va женщина, мужчина не указан. Ya'ni o'zingizni jinsiy anaqangizni yozing deyapti. Qaysi jinsga tegishlisiz? Mushina deb tanlaymiz, erkak bo'lsangiz va Daley tugmachasini bosamiz. Va bu yerda bizga Google aytayapti, siz xohlagan Gmail nomini o'ylab toping deb. Masalan, Elnur Alimov deymizda. Elnur Alimov 2000 degan o'zimning pochtam bor. Elnur Alimov 1000 deb pochta ochaman. Esingizdan chiqib ketmaydigan nom bo'lish kerak va qo'yadigan parolingiz ham esingizdan chiqib ketmasligi kerak. Uni qatqadir qog'oz bilan yozib qo'yishingiz kerak. Tak, ochdik va bu yerda biz o'zimizga parol ulab topamiz. Masalan, Elnur deb yozaman. Показать parol. Elnur 1000 deymizda. Parolimizni yana qaytaramiz. Elnur 1000. Va Daley tugmachasi ketdi. Endi bu yerda пропустить knopkasini bosib yuboramiz yokida o'zingizda pochtangiz bor bo'lsa, bu yerga qo'shimcha pochtani qo'yib keting deyapti. Chunki mana bu yerda ochayotgan pochtangizda ism sharifingiz esingizdan chiqib ketadigan bo'lsa, parolingiz esingizdan chiqib ketadigan bo'lsa, sizni ikkinchi pochtangizga biz kod jo'natamiz va shu orqali buni qaytarib olsangiz bo'ladi deyapti. Shunga yozib ketsak ham bo'ladi. Masalan, Elnur o'zimni asosiy pochtamni yozib ketaman. Elnur Alimov 519 deymanda Daley tugmachasini bosaman. Tak, Gmail qolib ketibdi. gmail.com deymizda va dalshini bosamiz. Mana bizda pochtamiz ochilyapti va Daley tugmachasini bosamiz. Daley tugmachasini bosganimizdan keyin eng tagigacha tushiramiz uni. Eng tagiga tushiramiz va принимаю knopkasini bosamiz. Mana do'stlar, bizda pochtamiz ochildi, ya'ni Google pochtamiz va bu Google pochtada biza YouTube so'zini yozamiz. Endi bizga kerak bo'ladi YouTube account. Shu Google pochtamiz bilan YouTube account ochishimiz kerak. Tak, YouTube ga kiramiz. Mana do'stlar, YouTube ga kirganimizdan keyin bizani kanalimiz mana shu joyda turadi. Nomini shu yerdan kirib o'zgartamiz. Yuqorida deb yozib qo'ygan, ya'ni meni kanalim Elnur Alimov 1000 pochtasiga ochildi-yu, shunaqa nom bilan turadi bu ham. Mana Elnur Alimov 1000 deb. Endi shu joyda ko'k knopkacha bor, sozdать kanal degan, ya'ni kanalni oching deyapti. Kanalni oching knopkasini bosamiz va shu yerda xohlagan ismingizni qo'ysangiz bo'ladi kanalga. Masalan,
Biza yosh bolalarning videosini olamiz yoki mashina haqida videolar olamiz. Har xil nishalar bor. Film haqida, kinolar haqida, seriallar haqida shunga moslashtirib nomini qo'yishingiz kerak. Masalan, meni ko'pincha oladigan videolarim bu yosh bolalarning videosi. Shuning uchun men kanalimning nomini qanaqadir komediya shunga o'xshash nom qo'yishim kerak. Masalan, shu yerga kanal nomini o'ylab topamiz. Tak, Comedy Craft. Do'stlar, Comedy Craft deb nom qo'ydim. Shu yeriga siz rasm qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Выбрать foto qilib, galereyangizda bor любой rasmni qo'ysangiz bo'ladi yokida shu kanal uchun o'zingiz отдельно fotosessiya qilib yoki Google o'zidan любой rasmni qo'yib qo'yishingizga bo'ladi va shu yerda создать knopkasi bor, создать kanal. Shuni bosamiz. Bo'ldi do'stlar, kanalimiz ochildi. Juda oson narsa YouTube'da kanal ochish. Kanalimiz ochilgandan keyin endi ichki sozlamalarini Amerika YouTube'iga moslashtirib sozlab chiqamiz. Uning uchun biz YouTube'da shu yuqori joyiga bosamiz, yuqori knopkasiga, главное окошкаga. Undan keyin Tvorческая studio YouTube degan joyi bor. Tvorческая studio YouTube'ga kiramiz. Tvorческая studio YouTube'ga kirganimizdan keyin Dalее tugmachasini bosamiz va bizda bu yerda shunaqangi oynacha chiqadi. Bu oynani sizlarga tushuntirib chiqay. Главный deganda sizda qo'yilgan videolaringiz chiqarib ko'rsatiladi. Kanalingizda qancha obuna bor, nechta like bo'lyapti, video qo'yganingizdan boshlab shu yerda ko'rsatib turadi hammasini. Content bo'limida sizda qanaqa videolar qo'yilyapti. Mana shu content bo'limiga kirib videolaringizni har birini ko'rib, uni udalit qilib tashlab, regulirovka qilsangiz bo'ladi. Ya'ni analitika qilsangiz bo'ladi. Video hali bu kanalga qo'yilmadi, yangi kanal. Mana masalan shorts bo'limlari yoki prямой efir qilgan bo'lsangiz, prямой efirlar mana shu hammasi shu yerdan chiqib keladi content bo'limida. Ikkinchisi analitika bo'limida biz har bir bitta videoni olib shu joyda analitika qilamiz va tushgan daromadimizning hammasi shu joyda ko'rsatib turadi bizda YouTube'da. Hozir bizda 0 prosmotr, 0 soat va 0 подписчик va daromad вообще yo'q bu kanalda. Chunki 0 kanal bu. Endi bu kanalni полностью biz sozlab chiqamiz va bu yerda bizda soobщество, subtitr, avtorskiy pravo degani bizda birovni videosini avtorlik huquqini buzib, birovni videosini qo'yib qo'yadigan bo'lsak, mana shunga жалобалар keladi. Shularni mana shunda upravlat qilsak bo'ladi, жалобаларni boshqarsak bo'ladi. Keyingi bo'lim bizda monetizatsiya bo'limi. Monetizatsiya bo'limi bizda qarangiz. Bizda O'zbekistonda monetizatsiya yo'qligini mana shundan bilsak bo'ladi. Monetizatsiya в вашей стране недоступна deyapti. Ya'ni sizni davlatingizda, sizni shahringizda monetizatsiya yo'q deyapti. Endi ko'p odamlar shu yerga kelib to'xtab qoladi. O'zbekistonda monetizatsiya yo'q ekan deydi, kanal ochib olgandan keyin. Buni boshqa yo'li bor. Qanaqasiga shu joyini to'g'rilasa bo'ladi. Biz endi shu joyini to'g'irlash uchun настройка bo'limiga kiramiz. Настройка bo'limida shu yerda kanal bo'limi bor. Kanal bo'limiga kiramiz. Qarangiz, strana проживания deyapti. Qaysi davlatda siz turasiz deyapti. Qaysi davlatda turasiz degan joyini США deb qo'yamiz. Ya'ni Соединенные Штаты, Amerika Qo'shma Shtatlarida turamiz deb yozib qo'yamiz. Так вот, Соединенные Штаты Amerika. Соединенные Штаты Amerikani qo'yganimizdan keyin tegida ключевой so'zlarni yozib keting deyapti. Ключевой so'zlar degani nima? Bu sizni kanalingiz qanaqa videolar haqida video oladi, shu haqida 3 ta 4 ta so'z yozib keting deyapti. Чтобы sizni videolaringizni tez rekka chiqib ketishligi uchun va sizni kanalingizni poyeskda odamlar qidirgan paytda tez chiqib kelishligi uchun. Masalan, meni kanalim yosh bolalarning videosi bo'lgandan keyin shorts deb yozaman. Shorts yoki BMG Drive nishasi bor, bu mashina nisha. Shu BMG Drive deb yozsangiz bo'ladi yoki Counter o'ynaydigan bo'lsangiz Counter deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, KS tam 1.6 deb yozib qo'yamizda. KS 1.6 yoki tam remont bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz remont deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Minecraft bilan bo'lsa Minecraft deb yozib qo'yasiz. Mana shu bilan kanalimiz shu joyda hozir sozlanyapti. Keyingi настройкаlarga o'tadigan bo'lamiz. Bu yerda bizda расширенные настройки deyapti. Расширенные настройкада shu joyda "Я хочу указывать аудиторию для каждого видео отдельно" degan tugmachasini bosib qo'ysak bo'ladi. Lekin bu yerda ikkinchi knopkani ham o'rtada turgan knopkasini bosib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda so'rayapti bizdan. Sizni videolaringiz yosh bolalarning videosimi deyapti-da. Sizni kanalingizdagi videolaringiz yosh bolalarning videosi bo'lsa ham siz net degan tugmachani bosib qo'yishingiz kerak. Chunki YouTube'da yosh bolalarning videosiga juda kam to'laydi yoki вообще to'lamaydi. YouTube 3 ta qismga bo'linadi. Bu katta YouTube bor, hammamiz ko'radigan YouTube, YouTube Kids bor va YouTube Premium bor.
Videolaringiz YouTube Kidsga ketib qolmasligi uchun mana shu net degan knopkani bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va tagida bizga boshqa knopkalar kerak emas. Saqlanit tugmachasini bosamiz va qaytadan yana shu bo'limga kiramiz. Nastroyka bo'limiga. Va bizda uchinchi qilinadigan moment bu dostupniy funksiya. Ya'ni mana shu 3 ta funksiyani hammasini yoqib qo'yishimiz kerak. Xuddi shunaqangi yashil bo'lib yonib turishi kerak. Buning uchun bizga расширенный funksiya o'tdi. Загрузка video продолжительностью более 15 minut. Ya'ni siz YouTube'ga 15 minutdan ko'p bo'ladigan videolarni qo'yishingiz uchun mana shu funksiyani yoqib qo'yishingiz kerak. Yokida siz long videolar, ya'ni katta video qo'yadigan bo'lsangiz, har bir videoyingizga obloshka yasaysiz. Shu obloshkalarni qo'yish huquqingiz bo'lish uchun mana shu ikkinchi funksiyani ham yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tak, buning uchun yoqib qo'yish uchun nomerimiz bilan buni подтверждение qilishimiz kerak. Tak, buni подтверждение qilib chiqasiz va uchinchi продвинутый funksiya. Продвинутый funksiyani ham обязательно yoqib qo'yamiz. Uning uchun bizdan selfie so'raydi. Ya'ni o'zingizni yuzingizni videoga olib tashlab yuboring deydi yoki pasportingizni rasmga olib tashlab yuboring deydi. Shu joyda biz pasportimizni tashlab yuborsak bo'ladi yoki o'zimizni yuzimizni kichkina 6 sekundlik videoga yozib oladi. Shunaqa 6 sekund video bilan yoqib qo'ysak bo'ladi. Shu narsalarni hammasini yoqib chiqqaningizdan keyin uje monetizatsiya bo'limiga o'tasizlar. Mana bizda uje monetizatsiya bo'limi ochildi. Boy aytayotdi, sizni regioningizda, sizni O'zbekistoningizda masalan monetizatsiya yo'q deb biz Amerika YouTube qildik, hozir shishaga o'tkazdik. Undan keyin bizda hamma funksiyalar yondi. Va bu yerda aytayotdi bizga, monetizatsiyani qo'shish uchun akkauntda sizda 1000 ta obunachi bo'lish kerak deyapti. Yoki 4000 soat. 4000 soat degani aytaylik 60 minutlik videoni siz YouTube'ga qo'yadigan bo'lsangiz, uni bitta odam oxirigacha ko'rsa, u 1 soat degani. 1 soat degani. Masalan 60 minutlik videoyingizni 10 ta odam yoki tam 10 000 ta odam ko'radigan bo'lsa, uje mana bitta siz 6000 soatni yig'ib tashlaysiz. Bemalol yig'ib tashlaysiz. Bitta videoyingiz 10 000 ta prosmotrga chiqib ketsa, 1 soatlik videoyingiz yokida 10 minutlik videoyingiz tam 30 000, 40 000 prosmotr bo'lsa, mana shu 4000 soat sразу yig'iladi va 1000 ta obunachi yig'iladi. Monetizatsiya YouTube'da qo'shish qiyin emas. Ko'p odam o'ylar ekan, monetizatsiya YouTube'da qo'shish qiyin, uni qo'sha olmaymiz, 4000 soat yig'a olmaymiz deb. Yoki siz shorts videolar bilan yig'sangiz bo'ladi. 90 kunning ichida, oxirgi 90 kunning ichida 3 oy ichida sizni shorts videolaringiz, ya'ni uzun videolarning hammasi общий hammasini qo'shganda masalan siz 3 oy ichida 200 ta video oldingiz. Общий hammasi 10 million ta prosmotr bo'lish kerak deyapti. Endi shu joyda o'ylamanglar, voy 10 million prosmotr yig'ish azob deb. Yo'q, bitta videoni o'zi sizga 100 millionga otib ketadi kerak bo'lsa, yaxshi videolarni olishni bilsangiz. Men yaxshi videolar tizimini mana shu keyingi videoda sizlarga tushuntiraman, qanaqa yaxshi videolar bor. Va undan keyin shu yerda sizda zaявка tugmachasi chiqadi. Ya'ni zaявка tugmachasini bosasizlar va monetizatsiya sizlarda qo'shiladi va keyingi videolaringizga o'sha daromad olib kelishni boshlaydi. Shu bilan do'stlar, настройка kanali tugmachasini bosamiz va настройка kanali tugmachasini bosganimizdan keyin bu yerda biz kanalimizga banner yasab qo'yamiz. Banner degani bizda bu nima? Banner degani masalan hozir YouTube'ga kirib, любой youtuberni bannerini ko'rsataman, o'zingiz tushunib olasiz banner nimaligini. Masalan, men biladigan xohlagan bitta blogerimni yozaman, Litvin deb. Endi qaranglar, Litvinning kanaliga kiradigan bo'lsak, mana yuqorida turgan rasmi bor-ku, uzuncha rasm, Litvin deb yozib qo'ygan. Mana shu banner deb ataladi. Mana shu bannerni shu yerga yasab qo'yasiz, uni razmeri 2048 ga 1152 bo'lishi kerak. Shuni Canva saytiga kirib yasasangiz bo'ladi. Keyin mana bu yerga kanalingizni avatarini qo'ying deyapti, ya'ni kanalingizning rasmini. U ham kichkina rasm bo'lishi kerak, kvadrat 98 ga 98, uni ham yozib qo'yasiz. Va shu bilan do'stlar bizning kanalimiz полностью sozlanadi va o'sha tayyor bo'ladi. Keyingi videolarda shu kanalga qanaqasiga biz video qo'yamiz. Shu bizning videolarimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga chiqishi uchun qanaqa biz sxemalarni ishlatamiz. Shu haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.